Abu Ubaydatul Jarroh. Abu Ubaydatul Jarroh radhiyallohu anhuni ummatni omonatdori deb payg'ambar alayhisalom ta'rif berganlarida. Abu Ubayda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Uhud jangida dushmanlar chuqur qazib qo'yishgan, payg'ambar alayhisalom shu chuqurga tushib ketadilar. Tushib ketganlarida shu dubulg'alari muborak og'izlarining yonoqlaridan ichkariga kirib ketgan ekan. Jarohat olgan Rasululloh qo'l bilan ushasa toqat qila olmadilar. Juda qattiq jarohat ichiga kirib ketgan. Shunda Abu Ubaydatul Jarroh payg'ambar sollallohu alayhi va sallamga ozor bo'lmasin deb turib, tishlari bilan, shu oldi tishlari bilan sekin nima qilib, ehtiyot qilib tortib olgan ekanlar. Buni natijasida Abu Ubaydaning shu oldidagi tishlari singan ekan. Sahobalar aytadilarki, so'ylov odamni eng chiroyligi Abu Ubayda deyshar ekanda. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ozor bo'lib qolmasin, shu kishi qiynalib qolmasinlar deb tishlari bilan shuna qilib ehtiyot qilib olgan Abu Ubaydatul Jarroh radhiyallohu anhu.